Assalomu alaykum azizlar. Bugungi boradigan maskanimiz Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida joylashgan Xo'ja Mazgil ota mahallasi bo'lib, juda ham boy tarixga ega bo'lgan bir maskan. Demak, biz o'sha hududdagi boy tarixi, ziyoratgohi, shu bilan birgalikda Zarafshon daryosining boshlanish qismidan ajralib chiqqan Tuya Tortar kanalini ko'ramiz. Bundan tashqari qishloq hayoti va shunga o'xshash bir ajoyib hududlarni ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Demak azizlar, videomizni oxirigacha ko'rib tomosha qiling, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Shu bilan birgalikda kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmang. Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Bugungi manzilimiz Bulung'ur tumanida joylashgan Xo'ja Mazgil mahallasi qishlog'i hisoblanadi. Avvalambor eng mashhur joylardan biri hisoblangan Xo'ja Mazgil ota ziyoratgohidan boshlaymiz. Aynan bu hudud yurtimizdagi eng qadimiy ziyoratgohlardan biri hisoblanadi. Hattoki qarangki, 9-asrda bu inson aynan shu hududga kelib yashagan, istiqomat qilgan va mana shu hududdagi insonlarni musulmon qilgan otalardan, imomlardan, avliyolardan hisoblanadi. Demak azizlar, bizni kuzatib boring va kanalimizga obuna bo'ling, like, podpiskalarni bosib boravering. Eng mashhur hududlarni bizning kanalimiz olib boradi. 9-asrda yashagan Imom al-Muttaqin Abu Muzohin Vazoriy fiqh va hadis olami buyuk allomasi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda Bulung'ur tumanidagi qadimiy Vozor masjidi, ya'ni hozirgi Mazgil ota, Xo'ja Mazgil ota mahallasida joylashgan ziyoratgoh hisoblanadi. U inson 819-yilda tavallud topib, 883-yilda vafot etgan ekan. Shu yurtda ilk bora islom dinini taraqqiyotga chiqargan buyuk olimlardan, allomalardan biri hisoblanadi. Uning qabrini ziyorat qilish uchun Tojul Islom deb nom olgan inson Imom Sam'oniy bozorga borgan va buni o'zining Al-Ansob deb nomlangan kitobida qayd etgan ekanlar. E'tiborli jihati shundaki, Imom Sam'oniy ushbu asarida boshqa allomalarni muhaddis yoki imom deb tilga olgan. Bu insonni esa Imom Vazoriyni ushbu kitobida Samarqandning fozil, diniy diyonatda mashhur buyuk olimlardan edilar deb e'tirof etganlar. 2018-yilga kelib ushbu buyuk allomaning qabri aynan mana shu mahallada, ya'ni Xo'ja Mazgil ota ziyoratgohida ekanligi aniqlangan. Shu davrgacha Xo'ja Mazgil deb ziyoratgohni nomlab kelgan, lekin kim ekanligi haqida ko'plab taxminlar, farazlar bo'lgan, lekin aynan kimligi ekanligi haqida aniq fakt bo'lmagan. Bu ziyoratgohga asosan yosh oilalar hozirgi vaqtda tashrif buyuradi. Nima sababdan? Ya'niki farzand ko'rmaydigan, farzandsiz oilalar kelib bu yerni ziyorat qilib Allohdan farzand, ne'mat so'rab ketar ekanlar. Va oradan vaqtlar o'tgandan so'ng esa o'sha yosh oilalar farzandli bo'lgan ekan. Hattoki bu yerga nafaqat Samarqand, balkim Vodiy, ya'ni Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent va boshqa viloyatlarimizdan kelib ziyoratchilar ziyorat qilgan va farzand so'ragan. Xo'ja Mazgil ota ziyoratgohi imomi Abdurazzoq otamiz bilan juda ham qiziqarli suhbat bo'lib o'tdi. Videomizni oxirigacha ko'ring. O'ylaymizki, sizga bu juda ham qiziqarli. Ziyoratgohimiz imomi Abdurazzoq otamiz bilan uchrashib, u kishi bilan aynan mana shu ziyoratgoh, mahalla haqida tarixiy ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Ziyoratlar qabul bo'lgan bo'lsin. Rahmat. Demak, Abdurazzoq ota, aynan biz kelgan bu ziyoratgoh haqida ozgina ma'lumot berib o'tsak. Bu ziyoratgoh
Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Xo'jamazmun mahallasining Xo'jamazmun qishlog'ida barpo etilgan. Bu ziyoratgoh juda ko'hna ziyoratgohlardan biri. O bir necha yillardan beri ya'niki mana shu Sovet tuzumining balkim ta'siri bo'lganmi yoki undan oldin hech kim bilmaganki bu kishi kim, bu yerda kim yotibdi, qanday kishi. Lekin asl ziyoratgohda juda ko'p kishilar bu ziyoratlarda bo'lib, hattoki ikki hayit namozini masjidi bor yerlari masjidni o'qimay o'sha vaqtda Sovetning davrida emas, 60-70 toki 87-yillarga qadar mana shu yerga ketib o'qildi. Odamlar gavjum bo'lib turmasa, qizim deb so'rdi, hamma narsaga ketib bo'lganda bo'ladi. Ana shunday bir faqat nomi yo'q, tarixi yo'q o'tib turgan edi. Biz kitoblarda ko'rsak, avliyalarning ismi bo'lmaydi, avliyalarning qabri bo'lmaydi. Avliyaning qabri bo'lsa, avliya bo'lmaydi degan joylardan yozilgan bu ma'lumotlar bor. Ana endi avliyalar o'zining ismini bildirmaydi, o'zining qabri qayerda ekanligini bildirmaydi. Qaysi avliya bo'ladigan bo'lsa, u avliyaligini agar birinchi sezib qolib, avliyaligini bilib qoladigan bo'lsa, o'zini yatinchalik qolib ketayotgan o'limga mahkum qiluvchi kishilar bo'ladi. Faqat payg'ambarlarimizgagina men sizlarga rasulman, Allohga elchiman deyishga aytishga haqqi bor. Avliyalar men avliyaman deyishga haqqi yo'q. Ana shunday bo'lib turib, bu kishi juda bir haligilarda turib kelayotgan bir shaxs bo'lgan ekan. Bizlerim shuncha yildan beri buni kim ekanligini hech kim bilmagan. Aslında bana şu 7 yıl bu sakatda 7 yıl bize ko'p kurashdik. 7 yıl olmadan böyle keşifledik. Bir yerden oldum arkeologiya, geologiya işleri bilen tanıştık. Kimler yakın. Bana Nemetek'te Taşkın boyup degan katta bir arkeologlarımız köptü. Arkeolog işlerde optırıp bargan. Bu kişilerden baktım masakatlar ahirette. Bu kişinin kimliğini bana bir yerde turgan bana görünüp durdu. Tut tarakta. Bu tut tarakta 1200 yıllık tut tarakta ekan. Tut taraktan optırıp tarihi. Ha, tarihi ekan. O'sha tut daraxtidan optırıp 1200 yıl ilgariga kim bo'lgan? O'shani biz izlayotgan deb 1200 yilda varaqlab ko'rsak, İmam Samani'nin Al-Ansab kitabında bu kishi turgan ekan. Bu kishi aytadi bizim pirimiz edi. Men o'zim ziyoratga borganman deb turib, bu kishining turgan joyini hammasi tasavvur qilib bergan. Tuman hokimimizning qattiq sa'y harakati bilan o'tgan yili 7 yil degandan keyin mana shu ishga kirishdi. Inshaalloh mana shunday bir ajoyib bir qurilmalarga ega bo'ldik. Mana oldinga turishi, mana keyinga turishi hammasi ma'lumotlarimizda bor. Obod bir ajoyib joy bo'lib qoldi. Xudo xolasa bir turizmga moslashtirib, mana kitoblarimiz xudo xolasa yaqinda yozib ko'rsatiladi. Kitoblar berilgan narsalarga xudo xolasa nasib. Mana bu yerda buloqlarni mana shunday leqlardiki, kitoblarda yozilishi bo'yicha mana shunday ulug' kishilarning bir qandaydir bir yerdan bir nima deydi, bir qattiq bir nimaga jazavaga chiqqan vaqtda yoki bo'lmasa bir yerda bir quvg'in bo'lgan vaqtda yoki hassasini urish yoki panjasini urishdan suv chiqarib turib kitoblarni belgilangan. Xuddi mana shunday qilib, mana shunday bu yerda 5 ta panjaning joyi, mana shunday 5 ta panjaning joyi edi. Faqat bizlarda bir narsa bo'ldi, eskining davrida Beyning suvini mana bu yerda cho'chaqxona bo'lib qoldi. Cho'chaqxonaga olib qo'ydilar. Üstünü bekitip, Petersburg'da bizler halkımız için Petersburg'da firma için atılıp gitti. Üstü yapılıp, betonlar yanına yapıldı. Üstünü yaptık, bekitip olduğundan keyin Mustafa Petersburg'dan keyin bizler bunu açtık. Açtık, mayda taşlar çıktı da, mayda taşlar tuğultup olarak. Bana kuyruğunu tuttu. Kuyruğu üstünde, varmakta yoktu, tırnak olsa üstünde tırnak. Bana bunu bozganmadı. Bana bir yakalatıp oymak gördük. Mecbur oldu bunu oymak gördük. Nimaga orta turib qo'yganlar mana kuzu yopilib qo'ygan sarsaşlarda mana panjalarda yopilib turib shu shaklga keltirib qo'ydi. Eng kichkina panjalar ko'p yetmagan o'tmagan ko'zning iyasiday. Suv qanchalik bo'lsa qachon qurimaydi. Beshalashdan o'tsa chiqib turadi. Ko'zning iyasidaygina bo'lib turadi. Buni ziyatdan bo'lmaydi. Bu kishining kimligini bilmadi. Xo'jamazmun ostida turib ketdi. Ana endi hozir mana bu orqa tomondan shunday qaraydigan bo'lsangiz, bu tomonimizda mana ob-havo bir o'ziga xalaqit berib turibdi. Bu yog'imizda G'obdin tog'i turibdi. Bu tomonimizda Urgut tog'i turibdi. Orqamizda mana bu Terimson tog' tizmasining bir haligisi Baxmal tog'i turibdi. Bu kishi bu yerda turibdi. Ana endi bu tomonimiz ochiq. Ta Buxoroga qadar hech qanday tog' yo'q, qir yo'q, boshqa yo'q. Buxoroga qadar ochiq. Ana endi bu kishi bu yerda turibdi.
albatta har bir mayitni qasbangana yüzünü qiblaga qarab o'girib qo'yib qo'yamiz. Shunday. Har bir mayitni. Ana bu kishining ham yuzi qiblaga shunday qarab turibdi. Allohning bir va'dasi borki, shunday aziz kishilarning, mana shu ulug' kishilarning sharofatiga men shu elda avvalo shu elda qolaversa, butun shunga mansub bo'ladigan ellarda o'zim har qanday xizmat qilmoqdan ajrayman degan. Ana endi kechagi 92-yillardan boshlab turib har bir yerim atamalarni izlashtirib qoldi. Kelib mendan so'rab berdi. Nima deb aytaymiz? Xo'ja manzilma, xo'ja mazgulma, xo'ja mazgilma. Mazgulam deb ketgan, manzilam deb ketganda biz aytib yo'q, to'xtam. Mazgil. Nimaga mazgil? Manzil deganda qo'nimda aytadi. Qo'nim deydi. Mazgul deganda bir obod joyda aytadi. Ha, mazgil deb turib aytilishi qaysi mazgilda bo'ldim? Bir uzoq, yaqin masofa degan ma'noni aytadi. Ana endi ko'ryapsizmi, uzoq, yaqin masofa. U tog'i, bu tog'i, bu tog'i, bu yog'i tog'siz, ayonsiz joylar. Mana shular hammasini shuni hisob qilib, xo'ja mazgil deb. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Charchamasdan. Ramazon oylari bilan charchamayapsizlar, tinchimamizlar. Kelingizlar. Sizni mahallangizga kelganimiz sababi mahallangiz tarixi haqida ma'lumot yig'ayotgan edik va mahallangiz hududi qancha aholisi bor. O'sha bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Qancha inson istiqomat qiladi, nechta maktab xizmat ko'rsatadi? Ozgina ma'lumot bersangiz. Bizlar mahallamiz Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida joylashib, Bulung'ur tumanidan eng olis hududlardan bo'lib 30 kilometr uzoqda joylashganmiz. Mahallamiz nomi Xo'jamazgil mahallasi. Mahallamiz nomini aytadigan bo'lsa, bizlar Tepalati Xo'jamazgil qishlog'imizda ziyorat joyimiz bor. Xo'jamazgil ota, ya'ni O'ylabo nomi bilan mahalla tilida yuritilib keladi. Aslida Xo'jamanzil nomi bilan atalgan bo'lib, xo'jalarning manzili bo'lgan. Keyin yillarda ommalashib, Xo'jamazgil ota ziyoratgoh ham Xo'jamazgil mahallasi shu nomiga qo'yilgan. Bugungi kunda mahallamizda 7080 ta fuqarolar istiqomat qilib, 1230 ta xonadonimiz bor. Shundan hududimizda 4 ta maktab bor, bitta ziyorat joyimiz bor. Bugungi kunda bizlar qishloq mahallamizning asosiy driver kartoshkachilik hamda chorvachilik bilan shug'ullanamiz. 2000 gektar tepalida lalmi joyimiz borda, tuman hokimi tashabbusi bilan hozirgi kunda o'sha yerga suv chiqarib, suv To'totor kanalidan olib, suv ko'tarma yo'nalishida turba olib chiqib, tuman hokimimizning tashabbusi bilan o'sha yerda hozirgi kunda kartoshkachilik hamda uzumchilik bilan o'zlashtirilmoqda. Bugungi kundagi uzumzorlarimiz hozir 365 gektarga egilib bo'ldi. Hozir yana ekish jarayonlari ketyapti. O'sha joyda yana lalmi joyimizda Agrostar korxonasi o'sha yerda kartoshkachilik bilan urug'ni yetishtirish yo'nalishi bilan ish faoliyat olib boryapmiz. O'sha yerga hozirgi kunda aholimizdan yoshlarimizga yana mehnatga loyoqatli ishsizlarimiz o'sha yerga borib ish bilan joylashyapmiz. Bugungi kundagi bizlarga mahallamizdagi asosiy driverimizdagi faoliyatimiz kartoshkachilik, chorvachilik shundan iborat. 2025-yil may oyidan boshlab qo'shni Avliparpi mahallasi bizlarga qo'shilib, o'shan bilan jami hozirgi kunda 7080 ta aholi istiqomat qilyapmiz. O'shaning hisobiga qo'shilgan hisobiga ham 4 ta maktabimiz bo'ldi. Avval o'zimizda 3 ta maktab edi. U mahalla bilan ahil, inoq va eskidan bitta guruhmiz, hamjihat bo'lib yashab kelyapmiz. Hozirgi kunda ikki mahalla bitta bo'lib, Xo'jamazgil mahallasi bo'lib yuritib kelmoqda. Avliparp hududimizda ham asosan eskidan kartoshkachilik, Gollandiyadan olib kelib, o'sha davrlarda 96-yil, 94-yillar kartoshkachilik shug'ullangan. Shuni evaziga ham hozir bizlar qishloq xo'jaligimiz juda yerlarimiz unumdor bo'lib, Zarafshonni boshi suvga yaqinroqmiz, ham yerlarimiz unumdor bo'lgani uchun bizlarda ko'p foyda beradigan shu dehqonchilik, kartoshkachilik bo'lgani uchun kartoshka bilan shug'ullanamiz. Xo'jamazgil mahallasi raisi Burxonov Orif akaga kattakon o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va shu bilan birgalikda mahalladagi joylashgan katta maktablardan biri 67-maktab ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Shamsiddin Dinniqulovichga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ya'ni shu insonlar sababli Erkin otani biz topib oldik va aynan o'sha insondan mahallaning boy tarixini ko'rib va o'rganib chiqdik. Shu kanal nomi nima? Bu kanal To'totor kanali. Zarafshon daryosidan ajralib chiqadi. Ha. Bag'riga 45-50 kub suvni sig'diradi. Bu kanal Jizzax viloyatida sug'orish uchun ketadi. Jizzax viloyati nimasini sug'oradi. Aslida Jizzax viloyatiga qarab. Aslida Jizzax viloyatiga. Endi Bulung'ur tumanini ham sug'oradi-yu, aslida Jizzaxni
ertasiga nima qiladi? Sug'orish uchun ishga ketadi. Bu Zarafshon daryosidan qaysi hududlarda ajralgan? Zarafshon daryosi mana shu boshidan boshlab mana shu Xo'jamazgul mahallasidan boshlanadi-da, toki bu yog'i Niyozmat to shu mana shu mahallalar bo'yicha ketadi. Ta Jizzax viloyatigacha ketadi. Bu hududlar asosan qanaqangi ekinlarga mo'ljallangan? Mana shu tepalik orti hududlari. Bu yerda biz mana shu mahalla, mana shu territoriyalar, mana shu kanal yoqalab suv ichadigan yerlarimiz asosan dehqonchilik, sabzavot, kartoshka, piyoz, mana shu sabzavot ekinlari, Poliz ekinlari. poliz ekinlari shug'ullanadi. Bu kanalning nomlanishi nima uchun aynan mana shu nom berilgan? Endi bu uzoq bir rivoyatlar bo'yicha har xil nimalar yuradi. Endi rivoyatlar bor. Bu kanalning shu bunyod bo'lishida shu qo'l mehnati bilan qazilgan. Ha. Rivoyatda nima qilishicha, mana shu bir tuyani deydi, olib kelib mana shu tuyalar bilan to'polonlar chiqarilgan. Tuyani o'shanda bir nima iste'mol uchun ishlatamiz deb shu kallasini olganda deydi, shu kalla yumalab ketgan. Shu qon shu izidan dedi, mana shu keyin aroq paydo bo'lib qolgan deb rivoyatlar bor endi. Albatta buni qo'l bilan, kuch bilan Qo'l qazilgan. mehnati bilan. Qo'l mehnati bilan qazilgan. Asosan qaysi asrlarda, qaysi davrlarda barpo etilgan? Endi bu O'sha kelib anig'i noma'lum. Bu endi uzoq, juda tarixi juda uzoq bu. Bu aniq bilmaymiz endi qachon bo'lgan, bu qachon hech bir yer bir nimalarda o'qimagan, nima qilmaganmiz. Juda eski kanal bu. Demak azizlar, bugungi sonimizda Bulung'ur tumanida joylashgan Xo'jamazgil mahallasi bilan yaqindan tanishib o'tdingiz va albatta mana shu hududda joylashgan Mazgil ota deb nomlangan ziyoratgoh bilan ham yaqindan tanishdingiz. Azizlar, fikrlaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Videomizga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Va azizlar, biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz aloqaga chiqishingiz mumkin. Keyingi manzil sizning aynan mahallangiz, hududingiz bo'lishi mumkin.